Assalomu alaykum, hurmatli mahalla tizimi xodimlari. Ushbu video qo'llanmada raqamli mahalla mobil ilovasining ishlash tartibini ko'rib chiqamiz. Ushbu mobil ilova orqali fuqarolar qanday imkoniyatlarga ega bo'ladi? Har bir fuqaro One ID orqali ilovaga kirganda bosh sahifada 3 ta bo'limni ko'rishi mumkin. Mahalla yettiligi a'zolari, ijtimoiy muammolar, migratsiyaga tayyorlash hamda mahalla yettiligi a'zolari bo'limida barcha xodimlar bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lish, ularga qo'ng'iroq qilish imkoniyati hamda har bir yettilik a'zosiga murojaat yo'llash imkoniyati yaratilgan. Murojaat yo'llash tugmasini bosib, kerakli murojaat turini belgilab, ushbu yettilik a'zosiga murojaatingizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. So'ng ijtimoiy muammolar bo'limiga kirib, ushbu bo'limdan kerakli yo'nalish bo'yicha mahallada ro'y berayotgan ijtimoiy muammolar turlariga qarab murojaat sifatida yuborishingiz mumkin. Barcha yuborilgan murojaatlar murojaatlarim bo'limida turadi va ushbu bo'lim orqali murojaat haqida va murojaatning holatlari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Migratsiyaga tayyorlash bo'limi orqali ushbu fuqaro chet davlatga ketish istagini bildirgan bo'lsa, hamda u kasb-hunar yoki chet tilini o'rganmoqchi bo'lsa, ushbu bo'lim orqali murojaat yuborishi mumkin bo'ladi.